Erkaklarda endi aslida 3 ta deb chegaralash kerakmi? Muammolar juda ko'p muammolarga duch keladi. Har bir yoshda o'zining muammosi bor. Masalan, yoshlik paytida inson o'sha o'ziga juft halol tanlashda juda ko'p bilimga ega bo'lishi kerak. Juft halol tanlash juda katta muammo. Agar siz bu haligi do'kondan olib yoqmasa qaytarib beradigan narsa emas, juft halol. Biz bir umrga birga bo'ladigan odammiz-da. Xullas ko'p narsaga bog'liq o'sha. Sizni tafakkuringizga, bilimingizga, his-tuyg'ularingizga, yuragingizda, qalbingizda ovoziga, hamma narsaga bog'liq-da. Mana shu paytda erkak adashmaslik kerak. Adashsangiz, demak bu hayotingiz bu tinchlikka o'tadigan narsa. Mana shu bitta sinov. Mana shu paytda o'sha islomda ham yoziladi. Kuyov qanday qilib kelin tanlash kerak, kelin qanday qilib qanaqa kuyovga turmushga chiqish kerak. Mana shu paytda juda katta o'sha avvalo yigitni o'zidan juda katta sinovli davr bu. Mana o'shanga e'tibor berish kerak. Yigit o'ziga ma'qul bo'lgan odam, haligi yuldiziga to'g'ri keldi degan odam eskilarda gap bor-da. Yuldiziga to'g'ri keladigan narsa. Hozirgi paytda ko'plar adashyapti yigitlar. Qizlar ham adashyapti, yigitlar ham adashyapti. Bir ko'rishda chiroyga e'tibor beradi. Chiroyga e'tibor bergandan keyin u aldanchi bo'ladi. Chiroy bugun bor ertaga yo'q. U insonni o'sha qalbiga, inson sifatida qalbi tozami? U har qanday qiyinchilikka o'tadimi? Nimalar bo'ladi? Shunga e'tibor berish kerak.